Sizga dedim, ikkita imkoniyat bor dedim. O'zi ham eshitgandi. Ikkita imkoniyat bor dedim. Birinchisi ana bu sertifikatning oxirgisi dedim, ikkinchisi avgust imtihoni dedim. Shu ikkita imkoniyat shunga bir urinib ko'raylik dedim. Agar o'tsa o'tadi, bo'lmasa yana kurs davom ettiraveradi dedim. Keyin xullas dadasi aytdilar-ku, ustoz men bolamni sizga topshirganman dedilar. Nima desangiz shu bo'ladi. Tamom topshirsin dedilar. Bizda hali 9-sinf o'rtasiga edik bolalar. Geometriya o'tilmagandi. To'g'rimi? Geometriya o'tilmagandi. Tolka algebra 9-sinf o'rtasigacha. Bu bachani borku peshonasi yarqiragan ekanda. Ha. Nol edi, ishoralarni ham bilmasdi. Harakat qildi bola. Ana 6 oyga bacha natija ko'rsatdi. Malades, tabriklaymiz. C natija 75%. 75% dan elyor nechta degani? 23 ta qarib degani. DTMga kirib 23 ta ishlamaysiz. 1 yilda. Malades, tabriklaymiz. Omad. Rasmga tushamizmi? Ishi qanaqa? Malades. Xo'sh. Izzat. Izzat 78 C+ natija. Xo'sh. Tabriklaymiz. Izzat ham yomon o'qimadi, ayniqsa fizikani. Nasib bo'lsa, fizikadan ustoz bu safar men A+ olib chiqaman deb va'da beribdi bacha. Chunki men matematika darslariga ham buni qo'yib berdim, shu fizikasi o'zgarsin deb. Nasib bo'lsa tabriklaymiz. Bundan da yuqori natijalarni kutib qolamiz. Omad. Xo'sh, Shahriyor. Bizni tashkilotchilarimizdan birida bu bola. Qanaqa sovg'a demagan labay deb turadi. Labay deb turadi. Shahriyor 77% C+ natija. Yomon emas. Hali bu Izzat ham, Shahriyor ham bularga 1 yil imkoniyat bor. Kecha bular ahd qildiki, ustoz bizlardan hali beri qutulmaysiz dedi. Biza sentyabr, oktyabr oyiga biza sizga bitta A yoki A+ olib beramiz. Keyin bizga javob berasiz dedi. Tamam, men shunaqalar bilan shug'ullanaman. Tabriklaymiz. Omad. Zayl. Malades. Do'stim, bo'lmasa bunday qilgin, uzib qo'ygin. 40 qo'yasan. Ha. Zayl borku, Malades bacha chiqdi lekin 84% ga borib. C+ yuqorisi sal qolibdi-da, shu B'ga ilinay degan. Tabriklaymiz. Rosa ham omadli bacha chiqdi shu, ha? Nasib bo'lsa fizikani harakat qilibdi, fizikadan ham berasan, ha? 11-sinflarimiz omadini bersin bo'ladi. Yaxshi joylarga o'qishga kirgan iloyim. Omad. Davom. Ne'mat. Asiljon. Yo'qdan. Xo'sh, eshtinglar. Ne'matovning akasini men nima qilganman? Tayyorlaganman. Hozir Surxondaryoda o'qiyapti, Dinov pedagogika institutiga. Matematika. Aynan bizning sohada o'qiyapti. Bundan to'g'risini aytsam, bularning oilalaridan o'zgina qarzim bor edi. Sababi akasi sertifikat ololmaganda buni. Lekin bilimi zo'r edi. Ana, bizda bo'ldi-ku shu safar. Lekin bilimi zo'r edi. Hozir matematikaga o'qiyapti. Bu bola lekin o'qimadi. To'g'risini aytsam, akasini bilimi bundan yuqori. Akasini bilimi bundan yuqori edi. U chakana edi. Doskaga anaman chiqaman, manaman chiqaman, o'tgan yillar bo'lsa Shohjon, qo'shilasan shu fikrlarga chiqardi, bemalol ishlardi. Xullas, C+ 80% deyarli natija 24 ta degani. Bu hali 10-sinf. Kelajagi porloq yoshlarimizdan biri. Kutib qolamiz yaxshi natijalarni. Omading bersin.
O'zimizni guruhda bitta chiroyli polvongina yum-yumaloq bacha bor. U shu farishtalar ham omin qilar ekanda. Yaxshi gapga ham, yomon gapga ham farishtalar omin qilar ekan. Polvon dedik, bu balni ham polvonni olib qo'ydi lekin. Tushunmaysizlar, balni polvonni olib qo'ydi. Tabriklaymiz Amir. C+ natija 84%. 84%. Yomon emas-a? Gavdaga yarashib o'tdimi? Tabriklaymiz. Davay. Javohir. Javohir 9-sinf ha? O'nmi? 10-sinfimiz. 80% natija, C+ natija. Buni hali oshiramiz nasib bo'lsa birgalashib. Buni oshiramiz. Nasib bo'lsa hali uddalaymiz. Bundan yuqori natijalar bizdan kutib turibdi. Mehnat qilsak bolalar kam bo'lmaymiz. Omad senga. Davay. Xo'sh, asta sekin B ga o'tib kelamiz. B sertifikat. Elyor. Qani? Tabriklaymiz. Nasib bo'lsa, bola lekin bilasizlar katta guruhimiz liderlarimizdan biri edi, ha? Lekin salgina shu qochirdi. Buni apellyatsiyaga berish kerak, to'g'risini aytdi. Bu bola 85% natija bilan B sertifikati qo'lga kiritdi matematikadan. Buni bilimi mendan kam joyi yo'q. Bilimi zo'r bola. Har qanaqasiga do'stga faqat o'zgina pocheri yomon-da. Matematiklarga pochek rol o'ynamaydi, lekin faqat o'qituvchi bo'lmasligi kerak-da. O'quvchilar bir o'tishi mumkin. Ustoz to'g'ri yozing, to'g'ri yozing deb. Tabriklaymiz. Nasib bo'lsa keyingi fanlaringdan ham bundan-da yuqori natijalarga erishgin. Omadingni bersin, yo'lingni Allohim yo'riq qilsin. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Davay. Xo'sh, qizlarimiz ekan endi navbatda. Zilola, Shukurova. Zilolani tabriklaymiz bolalar. Zilola fizikadan ham, matematikadan B natijani qo'lga kiritdi. Yana nasib bo'lsa topshirgan. Tushunaymi Zilola? Yo'qmi? Topshirgan, nasib bo'lsa fizikani ustoz men A olib beraman deyapti, ustozga va'da beryapti. Matematikasi ham yomon emas, 86% natija. Bitiruvchilarimizdan biri 11-sinf. Bu yil nasib bo'lsa bizga grantlardan birini sovg'a qiladi. Tabriklaymiz. Yo'llaringizni yo'riq qilsin Allohim, omadlaringizni bersin. Sog' bo'linglar. Dilsora, marhamat. Dilsora ham 11-sinflarimizdan 1,5 yil oldin biz ham ana shu sizlarda kichkina guruhga eshitdinglar. Sizlarda 0 dan boshlagan qizcha. 0 dan boshlaganda doskani shunday chiqadi, misolni boshlaydi, 10-15 ta misolni chiroyli qilib, ma'ni aralashuvimsiz bajarib keyin joyga borib o'tirardi. A'lochilarimizdan biri, katta guruhimiz biladi. Salgina omad yetishmadi lekin. Men bundan ham yuqori natija kutib qoluvdim. Xo'sh, shunisiga ham Alloh shunisini bizga ravo ko'ribdi. Rahmat shu natijaga ham. Otang tabriklar. Doim so'rab turardilar. A'lochilarimizdan biri omadingiz bersin, sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Bu qizimizdan fizikadan besi bor. Nasib bo'lsa A'ga qarab harakat qilamiz, A+ga qarab. Xo'sh, 11-sinf bitiruvchilarimizdan biri. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelajakda bir yaxshi, chiroyli ustozlardan biri bo'linglar. Omadlaringizni beringlar.